Bu video elektroskuter va elektromotorlarga qiziquvchilar uchun juda muhim video hisoblanadi. Chunki mana shu kanalimda elektroskuter, elektromotorlarning elektriston tomonlarini to'liq sxematik ko'rinishi bilan sizlarga taqdim etaman. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Nima haqida ketayotgani haqida hozir qisqacha tushuntiraman. Mana bu yerda shu elektr bilan yuradigan elektroskuter, elektromotorlarning polni elektrifikatsiya qilingan. Buni sxematik ko'rinishda kanalimda videoga kiritib boraman. Birinchi bosqichimda kiritib borganman. Avarinka bilan pоворотniklarda tushirishdi. Sxemasini kiritganman, oddiy qilib ko'rsatganman. Bu juda murakkab ko'rinishdagisi, ya'ni ko'rishingiz mumkin, dahshatli ko'rinyapti, lekin bu juda oddiy. Men sizga juda oddiy ko'rinishda sxemalar bilan ko'rsatib beraman. Albatta har bittasini alohida ulanish sxemasi bilan ko'rsatib beraman. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz, bu yerda hozir avarinka yonib turibdi. Avarinkani o'chiramiz. Mana avarinka o'chdi. Mana pоворотникni yoqadigan bo'lsak, mana pоворотникni yoqsak, mana chap tomondagi pоворотник yondi, nari tomondagi. Bunisida esa mana o'ng tomondagi pоворотник yondi mana. Buni ko'ryapsiz. Lyagoshkalarning ishlashi, motor o'chib qolishi, bitta yangilik yana biz mana bu orqa tomonga, mana old tomonga yuradi mana. Hozir lyagoshka bosilib turgani uchun yurmayapti. Mana bosamiz mana. Oldinga yuradi mana. Va orqaga yurgan paytda mana svet yonadi, orqa tomonda mana teskariga aylanadi mana. Bu juda muhim. Orqani bemalol ko'rib, orqaga haydashingiz mumkin. Endi qisqa qilib gapiradigan bo'lsam, videoga kirasiz. Silkamga kirganingizdan keyin videolarim bor. O'sha videolardan sekin ko'rasiz. Birinchi, ikkinchi, uchinchi bosqichlarda bu haqda ma'lumot berganman. Endi hozircha birinchi qismi chiqqan. Endi ikkinchi, uchinchi bosqichlarda xuddi shu sxemani ko'rsataman sizlarga va oddiy, sodda qilib ko'rsatib beraman. Bemalol o'zingiz, hattoki miya bilan motor bo'lsa va elektr simlari va lampochkalar bo'lsa, bemalol o'zingiz elektroskuter yo elektromobil tuzib olishingiz mumkin. Elektromobil ham tuzishingiz mumkin.